Vrachlikni tashlab, nima uchun aynan kosmetologiyani tanladim? 2011-yillar edi. Kasalxonada ishlardim. Bolalar bo'limida navbatchi bo'lib, jiddiy ahvolda bir bola kelgan. Bu bolani vaziyatdan chiqarish uchun narkotrop vositalar ishlatiladi. Bu shok shkafida turadi. Shokoviy shkafda turadi va men bolani og'ir vaziyatdan chiqarish uchun aynan shu dorilarni ishlatganman, vaziyatdan chiqarganman. Ertalab istoriyani topshiramiz, kasallik tarixini topshirganimizda men maqtov eshitaman, shunaqa og'ir kasalni vaziyatdan chiqarganim uchun deb o'ylaganman. Lekin kasalni vaziyatdan chiqarganim, kasalni davolaganim umuman muhim bo'lmaganda, nima uchun sen mana shu dori vositasini ishlatding degan savol bo'lgan menga. Bu bir marta emas, bir necha marta takrorlangan. Ishlayapman, doktor bo'lib, kasal davolab, rahmat eshitmayapman. Благодарность yo'q, minnatdorchilik yo'q, qadri ham yo'q insonni. Lekin kosmetologiyada shogird tushib yuribmanda, o'sha vaqtda ularni yuziga chistka, pilinglar qilgandan keyin har bitta patsientimdan yaxshi oddiy eshitganman. Bu menga motivatsiya bergan. Kosmetologiyada vrach kosmetolog bo'lish uchun dermatovenerologiyada magistraturada o'qiganman va kosmetolog bo'lganman. Kosmetologiya menga hamma narsa bergan. Qadr, qimmat, pul.